Assalomu alaykum, hurmatli Hanko 301 YouTube kanalimiz kuzatuvchilari va obunachilarim. Bugun sizlar bilan birgalikda bitta yaxshi kontent video qilishga harakat qilamiz. Anchadan beri video joylamagandim. Bugun xudo xolasa mana quyonxonalarimizni biroz uborka qilib oldik. O'tgangi videolarda ko'rib, kuzatib kelayotgan obunachilarimiz ko'rib farqini bilishi mumkin. Quyonxonamizni kataylarini biroz o'rnlarini o'zgartirdik. Hozir kunda kunlar isib, salqin joy muammo bo'layotgan bir vaqtda biz ba'zi bir quyonlarimizni navestaga chiqardik. Buni sabab birinchi o'rinda xona harorati, ya'ni xonani harorati yaxshi, lekin xonani shamollatish, havo tizimini sirkulyatsiya qilish maqsadida quyonlar sonini biroz kamaytirdik. Nimaga? Chunki quyon bilasizlar o'zidan axlat chiqaradi, yeydi, ichadi. Go'ng axlat qiladi va siyadi. Siyganda o'zidan amak hosil qiladi. Odatda men quyonxonani 10 kunda bir tozalardim, bir hafta 10 kunda. Hozir shu kunlarda iloji boricha 4 kun 5 kun oralig'ida uborka qilishga harakat qilyapman. Nimaga? Xonani hidini yaxshi ushlab turishlik uchun. Bo'lmasa xonada har xil hid paydo bo'lishni boshlaydi, siyganda amak hosil qiladi va bu o'zidan quyonlarning gazlanishiga, ishtahasini o'zgarishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun quyonxonani bu tomonda ikkita katayni olib qoldik. 8 ta quyon sig'adi. Ba'zi quyonlarimiz 3,5-4 oylik bo'ldi, ikkitadan turibdi. Bu tomonda bitta katayni olib qolamiz. O'sha chekadagi bitta katay bilan bunisini tashqi navesga olib chiqamiz. Videoda oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsanglar, navesga ham quyonlarimiz chiqarganmiz. Bir qariyb 10-15 ta quyonimiz navestaga chiqdi. Xudo xolasa navestadan foydalanishni boshlaymiz. Bu yerda faqat voyaga yetgan urg'ochi, ya'ni samka quyonlarimiz, bo'g'oz asosan tug'ishga yaqin quyonlarimiz qoladi. Maqsadimiz bu salqin joyda ena quyonlardan tug'dirib, bolalari 1 oy bo'lganda yana 1 oylikda ajratib navestaga quyonlarni olib chiqamiz. Xo'p, ko'rishinglar mumkin, bir qator quyonlarni qisqacha ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, bu quyonimiz 9 ta bola bergan. Ko'rishinglar mumkin, 8 tani katta qilyapti. Nihoyatda chiroyli. Bu quyonimiz asha kalif samesimiz yo'qligi tufayli hikolga qo'shganmiz. Ba'zilari hiplis chiqqan, ba'zilari hikol chiqqan. Bu gibrid hisoblanadi. Bu tomonda o'sha enzibi quyonimizning samkasi bir par qolgan. Bu tomonda esa hikol, toza hikol. Liniyasi aniq, otasi ham, onasi ham hikol. Bu quyonimiz o'tgan safar 10 ta bola bergan. Keyingi qoringa yana bo'g'oz. Xudo xolasa bugungi kunga sanani aytib o'tadigan bo'lsa 20-aprel, 22-23 aprelga xudo xolasa bu quyonimiz ham tug'adi. Bu tomonda ko'rishinglar mumkin, Leyla opadan kelgan liniyamiz, ikkitadan qilib qo'yganmiz. Hammasi samka. Bularni bugun ivermektinga hammasini 0,4 grammdan ivermektin bilan ikov qildik. Ya'ni ichki parazitlariga quloqlarda kelish yo'q, lekin ba'zi bir quyonlar qandaydir qo'tir aralash ehtimol qildim. Balkim bo'lishi mumkin, balkim bo'lmashi mumkin. Har ehtimolga qarshi ivermektin bilan hammasini ikov qilib qo'ydim, samesda ham. Bu tomonda shuni elopadan olib kelgan quyonlarimiz. Ular 4 oylikdan o'tganda kelgan, 3,5 oyliklari, 3 oyliklari, 3,5 oyliklari ikkita bor edi. Bu yoqda tayyorlari bor edi. Bularni qochirib qo'yganmiz. Bu quyonimiz ham sekin joy tayyorlashni boshladi. Xudo xolasa 30-mart sanasiga qochgan bular. Faqat bitta shu quyonimiz kuyi kelmayapti, kech kelyapti. Bu quyonlarimiz uchalasi 30-kuni qochgan. Xudo xolasa bu quyonimiz ham kuyini kelsa tekshirib turibmiz, qo'shib qo'yamiz. Xo'sh, oldinda qiladigan ishlarimiz. Shu kungacha ba'zi ish bilan bo'lib, vaqt ajrata olmay gaz balon propan ola olmadik. Shu hafta olamiz. Xudo xolasa maqsad qo'ydik, Alloh yetkazsa. Gaz balon olamiz. Gaz balon olgandan keyin ko'rishinglar mumkin, quyonni tepasi shunaqa to'laganda quyonni yunglari bilan to'ladi. Hammasini bir qator haftada bir marta kuydiramiz. Bu kuydirish bizga nima beradi? Kuydirganimizda har xil parazitlar, quyonxonada hosil bo'ladigan misol quyon siyganda ba'zi quyonlar kasallangan bo'lishi mumkin. O'shanda bir-biriga yuqish ehtimoli kamayadi. Ikkinchidan, quyonda oyoq taylari pokiza turadi. Bu yerda bitta sames qolgan. Ko'pchilikga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu o'zimizning liniyadan tushgan. Onasi hikol, otasi enzibi.
Gibrid hisoblanadi. 100 talik olmas, lekin yo'lga tortgan. Veslari 3,5 kilo, 3 kilo 300, 4 oylikdan o'tdi. Kimgadir puli arzonroq, yengilroq kerak bo'lsa, buni ham sotamiz. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, o'tkazib yuborishga shoshilmanglar. Bugun xudo xolasa chiroyli qilib 3 oy, 4 oylik sames samka liniyasi aniq bo'lgan, 100% bo'lgan quyonlarimizdan bir nechtasini sotuvga qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, kuzatib boringlar. Keyingi navbatda hozir 20-aprelda turibmiz. Shu oyga maqsad qo'ydim. Shu tomonga nemahot qo'yamiz. Aylanasini 150 lik turbadan teshib, hozir eniga 5 metr quyonxonamiz. Kamida bir 3 ta 150 likdan qo'yamiz. O'zi aslida portishga ochganimizda zo'r bo'lardi, lekin betonimiz ikki tomondan 40-40 80 santimetrlik uchun buni kesish biroz qiyinroq. O'shaning uchun 150 lik turbadan 3 ta joyini teshamiz. Bu tomondan havo kirishi bo'lsa, bu tomondan havoni so'rib chiqarib yuboradi tashqariga. Hozircha planlar shu. Keyingi mana ko'pchilik biladi, o'tgan safar quyonlarimizdan sotib ozginasini olib qo'yganmiz. Bu tomonda mana 3,5 oylik quyonlarimiz qolgan. Bu yerda 2+1 biroz xiralashib qolyapti. Mana ko'rishinglar mumkin, 2+1. Ularning ham veslari 3 kilodan ortdi. Xudosi 3 kilo 300, 3,5 kilo bo'lganda bu quyonlarimiz qo'yamiz. Bu quyonlarimiz asosan o'zimizning xo'jalikka go'sht yo'nalishiga ishlayveradi. Chunki bu quyonlarimizda ikkovga enzib aralashgan. Bu tomonda mana toza ikkovlimiz bor, Nodir aka liniya. 8 oylikdan o'tdi, veslari joyida 4,5 kilo sames. Bu tomonda ash ko'pchilik biladi, enzibi quyonimiz. Bitta samesini olib qoldik. Va narigi quyonlarimizni ham tanalari bular ham 3,5 oylik quyonlarimiz. 1+1. Xo'sh. Sotuvga qo'yamiz. Leylopadan kelgan ikkita quyonimiz, sames quyonimiz bor edi. O'shani bittasini sotamiz. Xudo xolasa shu oyda oxiriga 4 oylik bo'ladi. 50 kunligida olib kelganmiz quyonlarni. Veslarini kelib ko'radigan bo'lsak, bitta video qilib qo'yadigan bo'lsam, bu quyonlarimiz hammasi samka, sameslar tashqarida. Ko'rishingiz mumkin, nihoyatda chiroyli, go'zal holatda keldi. Bu oy 5 kun, har oy 5 kun yod bilan sug'oramiz. Bu albatta kaksidozni oldini oladi, jigar qurtlarini, o'pka shamollashini biroz bo'lsa oldini oladi. Xo'sh, samkalarimiz olib kelganimizga mana 2 oylik bo'ldi. Rostmana 2 oy bo'ldi Lilopadan olib kelganimizga. Oyda oxiriga tayyor bo'ladi. May oyiga boshlab bularni ishlatishni boshlaymiz. Ixtiyoriy ikkitasini sizlarga vesini tortib beraman. Qani necha kilo kelar ekan? Tarozimizni 0 ga olib kelib oldik. Biroz aybga buyurmaysizlar. Vaznni mana qo'yib olyapman. Xo'sh, 4 oylik hali bo'lmadi bu quyonlarimiz. Oyda oxiriga 4 oylik bo'ladi, lekin vaznini ko'ryapsizlar. O'ta bomba kelgan. Mana 0 ga olib kelib oldik tarozimizni. Endi qo'yamiz. Samka quyonimiz hali 4 oylikka bir hafta bor. 3 kilo 800. Mana nimaga toza zot boqish kerak. Ko'rib o'tganinglarda hali 4 oyga yetib bormadi, lekin 3 kilo 800. Bu oldi quyonlarimiz. Narigi sherilarni ham tortamiz. 100-200 gram raznica qilishi mumkin. Keyingi quyonimiz mana 3 kilo 600 kelyapti. O'ta go'zal, oyoq qo'li uzun, nihoyatda go'zal. Bu Leylopa liniya. Hozir Nodir aka liniyalarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. O'ta bomba. Mana 6 oylik, 5,5-6 oylik quyonimizni ko'rishingiz mumkin. 5 kilo. Yana ham bu sig'mayapti taroziga. 5 kilodan ham ortiq bu quyonimiz. Tarozimiz biroz qiynalyapti. Hozir bo'g'oz quyonimiz bor. Buni qiynagim kelmayapti. O'tgan safar 5,5 kilo keldi. Albatta zotga e'tibor qaratishlarni aytib o'taman. Sekin mana tashqariga chiqadigan bo'lsak, shu orqa tomonda navisimiz bor. Bedalari mana bir hafta holatida shuncha o'sdi. Keyingi o'rimga yana sekin 15 kun 20 kun oralig'ida o'tlarni o'rib turamiz. Hozir navisdagi quyonlar ko'rsatsam. Bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin. Quyonimizning bir qismini tashqariga olib chiqdik. O'tgangi videolarda video short sifatida joylagan katayimiz bitdi. Oz-moz yana peridelka ishlari bor. Lekin foydalanyapmiz xudo xolasa. Eshiklari, suv idishlarini joylab qo'yganmiz. Mana bu tomonda ko'rishingiz mumkin. Tepadagilar hammasi Nodir aka liniya.
olib kelganimizga mana 17 fevral oyining 17-kunida olib kelganmiz. Mana 2 oy bo'libdi. Quyonlarimiz 33 kunlikda olib keldik. Bu quyonlarimiz mana 90 kunlikda o'tib 95 kunlik bo'lishdi. Ko'rib baho berishinglar mumkin. Nihoyatda chiroyli chiqqan. Bu tomonda mana samislari, bu tomonda mana samkalari. Maza qilib salqinda dam olib yotishdi. Veslariga keladigan bo'lsa, bu quyonlarda eng kichigi 3 kilo 100, og'li 3 kilo 300. 3 oylik holatiga. Albatta zot doim muhim. To'g'ri, boshlanishiga oddiyroq xiyol qoni bor, lekin 100% xiyol bo'lmasa ham gibrid quyonlardan boshlashinglar mumkin, tajriba orttirish uchun. Bu tomonda mana 4 oylik mash oyda oxirgi 4 oy bo'ladigan Lilopadan kelgan ikkita samisimiz. Bu quyonimizni bittasini sotuvga qo'yganmiz. Narxlarini aytib o'tamiz. Savol murojaat bo'lsa kommentariyada bemalol beraverasizlar. Bu tomonda mana 3 ta samis Nodir aka liniya. Bittasi juni sal boshqacharoq chiqdi. Ivermekni urib qo'ydik. Nima sabab bunaqa chiqqan, buni bilmaymiz. Va ko'pchilikga qiziq bo'lgan biz mana liniya mini quyonchilik fermamizda yangi mehmonlar Kaliforniyalar. Kun issiqligining hisobiga bular yana bir qator pigmentini o'zgartiryapti. Ko'rib baho berishinglar mumkin, kallalari o'ta bomba kelgan. Bu tomonda esa bizni barakotli bo'lgan quyonimiz 9 ta bolani katta qilyapti. Kechagi kuni joy muammo bo'lib to'lib ketishdi. Bu quyonlarimiz ham xudo xolasa 23-aprel sanasiga 2 oylik bo'ladi. 4 tasini bu yoqqa ajratib qo'ydim. Bu o'zimizni liniya mana. Nodir akadan enasi Nodir akadan kelgan. 33 kunligida olib kelganmiz. Ikkitasi ishlayapti, bittasini sotib olganmiz. Erkaklardan ham bittasini olib qolib, bittasini so'yib, bittasini sotganmiz. Albatta bizni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, bizni qo'llab-quvvatlash sifatida bittadan like tugmasini bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi chiroyli videolar qo'yib borishga harakat qilamiz.